Andijonni poytaxt shahrida yagona bo'lgan koreyskiy kosmetikalarda originali sotiladigan joy borligini bilarmidinglar? Bilmasanglar ko'rsataman. Bu do'konda karisvachchalardan tashqari Koreyaga tegishli bo'lgan juda ham ko'p narsalar bor ekan. Yuzingizdagi muammolar, o'g'ri, dog', har xil husnbuzarlarni yo'qotishda yordam beradigan hamma narsa bor ekan. Do'konda sizni kosmetika bo'yicha malakasini koreyslardan olgan mutaxassis kutib oladi va yuzingiz holatiga qarab kosmetika tanlab beradi. Narsalar haqiqatdan original, chunki ba'zilarini sinab ham ko'rdik, effekt sirazi bilindi. Masalan, shu mis. Koreys ayollariga o'xshab yiltillab yurishni xohlasanglar, shu misdan foydalaninglar. Mana menda ham o'zgarishini ko'rsanglar bo'ladi. Kelganimda shunisidan sevib qo'ygan edim. Soch to'kilishiga, sochingizdagi muammolarga shunaqa zo'r narsa topib qo'ydim. Bundan hatto Koreya aktyor, aktrisalari ham foydalanar ekan. Natijasini bitta ishlatishdayoq bilasiz ekan. Bu do'konda faqat karis odam yo'q ekan xolos. Koreyani hamma mahsulotlari bor ekan. Shu qo'limdagi krem yuzingizdagi ajinlarni zo'r yoyib, naq 10 yilga yoshartirib berar ekan. O'rtoqlar, sizlarga bu narsani ko'rsatmasdan keta olmasdim. 7 tasi birda bo'lgan kir yuvish uchun kapsula. O'zingiz va farzandlaringizni kiyimlarini yuvganingizda kiyimlaringizdan xushbo'y hid kelib, yumshoq qilib, yangiday qilib beradi. Anti-allergik narsa. Bu kapsulada kiyimlaringizni yuvsangiz, ishonavering, atrofingizdagilar qaysi atirdan foydalanasiz deb so'rashi aniq. O'tkir hidlarga sirazi boshim og'riydi, lekin bu yerdagi atir hidlari juda ham yoqimli ekan. Boshimda ham og'riq sezmadim. Ushbu do'kondan siz 700 ming so'mlik narsa xarid qilganingizda sizga ushbu trenddagi krem, retinol kremi bonusiga qo'shib beriladi. Xo'p, endi sizlarga aniq manzilni tushuntiraman. Poytaxt istirohat bog'idan Prezga qarab yurganingizda aka-uka magazini bor, shu yerdan kirasiz. Chap tarafda joylashgan ushbu shinamgina do'kon. Tashqarida Nuram kosmetik reklama banneri ham bor. Dastavka xizmati butun O'zbekiston bo'ylab. Instagram sahifasiga obuna bo'linglar, yuz uchun foydali ma'lumotlarni bo'lishib boradi.